Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Davlatimiz rahbari tomonidan aholi farovonligini ta'minlash, har bir fuqaro uchun munosib xavfsiz sharoitlarni yaratish maqsadida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu yo'lda davlat va xalq o'rtasida senatorlar hamda mahalliy kengash deputatlari ham munosib hissasini qo'shib kelmoqda. Eng quvonarlisi, joriy yilning 2-fevral kuni mahalliy kengashlar faoliyatini yanada kuchaytirish maqsadida alohida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 28-sonli hamda joriy yilning 23-iyun kunida O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatini 2030-yilga qadar rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida PF 98-sonli farmonlari qabul qilindi. Mamlakatimiz qolaversa, viloyatimizda hamda tumanimizda so'nggi yillarda xalq deputatlari mahalliy kengashlarining hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholini ijtimoiy himoya qilishga oid dolzarb masalalarni hal qilish bo'yicha vakolatlari kengaytirilib, xalq hokimiyatchiligi to'laqonli ro'yobga chiqarish borasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Palatasining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlarini, viloyat kengashining ish reja va qarorlari hamda tuman kengashi ish reja qarorlari, xalq deputatlari Oltinsoy tuman kengashi kotibiyati to'g'risidagi nizom talablari doirasida xalq deputatlari tuman kengashining joriy yil o'tgan davrda mobaynida faoliyatiga amalga oshirilgan ishlar yuzasidan sizlarga axborot bermoqchiman. Xalq deputatlari Oltinsoy kengashi o'tgan davr mobaynida 10 ta sessiya o'tkazdi. Sessiyalarda deputatlar tomonidan turli yo'nalishlarda masalalar muhokama etilib, jami 126 dan ortiq qarorlar qabul qilindi. 81 tadan ortiq doimiy komissiya yig'ilishlari o'tkazildi. Sessiyalarda tizimli ravishda qonunlarda belgilangan tartibda tumanimizning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti rivoji yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan tegishli mansabdor shaxslarning hisobotlari eshitildi. Mahalliy kengashlar nazorati faoliyatini kuchaytirishga qaratilgan huquqiy asoslar yaratildi. Mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyati ustidan xalq deputatlari kengashlarning nazorat funksiyalarini kengaytirish maqsadida ularga 10 dan ortiq qo'shimcha vakolatlar berildi. Xususan, prokuratura, adliya, ichki ishlar, moliya, soliq, ekologiya, sog'liqni saqlash organlari rahbarlarining hisobdorligi belgilab qo'yildi. Jumladan, o'tgan davr mobaynida 4 marta tuman hokimi, 18 marta hokim o'rinbosarlari, 5 marta ichki ishlar, 24 marta moliya va boshqa bir qator soha mas'ullarining hisoboti, 7 marta prokuratura, 3 marta adliya, 3 marta xalq qabulxonasi hisobot va axborotlari eshitildi. Sessiyalarda ijro hokimiyati organlari rahbarlariga aniq muddatli vazifalar sessiya qarorlari bilan belgilab qo'yildi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, korrupsiyaga qarshi kurashish Oltinsoy tuman kengashi faoliyatida komissiyasi a'zolari hamda deputatlar samarali faoliyat ko'rsatib bormoqda. Kengash o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo'lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvini korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 62-57 sonli farmoni hamda korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 5177 Prezident qaroriga asosan amalga oshirilmoqda. Ish rejaga asosan o'tgan yarim yillik davomida komissiyaning 13 ta hisobot yig'ilishlari tashkil etilib, unda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha 10 dan ortiq hududiy davlat organlari hamda tashkilot rahbarlarining hisobotlari va ma'ruzalari eshitildi. Ommaviy axborot vositalariga muntazam ravishda yoritib borish amaliyotini yo'lga qo'yish maqsadida ishlab chiqilgan media rejaga asosan tumandagi ommaviy axborot vositalari orqali 90 dan ortiq chiqishlar qilindi. Komissiya faoliyatini yoritish uchun tuman hokimligining saytida alohida ruknlar ochildi. Ijtimoiy tarmoqlarda alohida kanallar ochildi. Mazkur tarmoqlarda 100 dan ortiq tadbirlar yaratildi. Shuningdek, davlat dasturida nazarda tutilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan tumandagi tashkilot va muassasalarda amalga oshirilgan ishlar tanqidiy muhokama qilindi hamda tegishli chora-tadbirlar belgilanib ijroga kiritildi. Sohalar va tarmoqlarda korrupsiyaga sabab bo'layotgan omillarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha Ma'naviyat va ma'rifat kengashi bilan hamkorlikda targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Tuman kengashining hisobot yig'ilishlarida bildirilgan tanqidlardan kelib chiqib, tegishli sohalarda chora-tadbirlar rejalar ishlab chiqilib, ijrosi nazoratga olib borilmoqda. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, tumanimizda faoliyat olib borayotgan tuman kengashi deputatlarining individual faoliyatiga nazar tashlasak, o'tgan davr mobaynida deputatlarimiz tomonidan turli korxona tashkilotlariga deputatlik so'rovlari yuborildi. Deputatlar tomonidan tashkilot rahbarlariga 120 ta deputatlik so'rovi yuborildi. Shundan 66 tasi amaliy ishlarga qaratilgan bo'lib, ijobiy yechim topdi. 54 tasiga ijro organining tegishli mansabdor shaxslar tomonidan tushuntirishlar berildi.
Bundan tashqari tizimli ravishda deputatlarning o'z saylovchilari bilan 163 marta uchrashuvlar tashkil etib, unda 2600 dan nafar ortiq fuqarolar ishtirok etgan. Ularda 101 ta murojaatlar kelib tushdi va unda 73 tasi o'z yechimlarini topdi. Qolgan 28 tasi tushuntirishlar berildi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, bugungi axborot asrida yashamoqdamiz. Kengash birinchi yarim yillik faoliyatida respublika mahalliy ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda faol chiqishlar qilindi. Jumladan respublika televideniyalarida 5 marta, gazetalarda 11 marta, radiolarda 5 marta, mahalliy televideniyalarda 6 marta, gazetalarda 39 marta, radiolarda 3 marta, internet saytlarida 114 marta hamda ijtimoiy tarmoq sahifalarida 201 marta chiqishlar amalga oshirildi. Kengash faoliyati hamda deputatlarning amaliy ishlari doim ravishda kengashning rasmiy Telegram, Facebook, Instagram tarmoqlarida va kengash sayti orqali yoritib borildi. Barcha sessiyalar ochiq muhokama etilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-iyun kuni qabul qilingan davlat organlari hamda tashkilotlarining faoliyatini ochiqligini ta'minlash, shuningdek jamoatchilik nazoratini samarali amalga oshirish doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 62-47 farmoniga asosan onlayn tarzda tuman kengashining Facebook, YouTube kanalida jonli efirga uzatib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 28 farmoni orqali kengashimiz faoliyatini yanada kuchaytirish, deputatlar rolini oshirishga bizga huquqiy asos yaratildi. Qisqa davr ichida tuman kengashimizning moddiy texnikasi bazasi yangilandi. Mazkur farmon asosida zamonaviy kompyuterlar bilan ta'minlandi. Xalq deputatlari tuman kengashi uchun belgilangan minimal talablarni inobatga olgan holda bino bilan ta'minlash va jihozlash ishlari bo'yicha yo'l xaritalarini ishlab chiqish hamda tasdiqlash belgilab qo'yilgan edi. Bugungi kunda tuman kengashi kotibiyatiga alohida xona va jihozlar ajratildi. Shu bilan birga O'zbekiston 2030 strategiyasida ko'rsatib o'tilgan maqsadlarni mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari xalqning haqiqiy ovoziga aylantirish, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini transformatsiya qilib, hududiy boshqaruvni aholi manfaatlariga xizmat qilish tamoyili asosida yo'lga qo'yish, mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini kuchli kengash, hisobdor va tashabbuskor hokim tamoyili asosida tashkil etish asosiy maqsad etib belgilab olindi. Bir so'z bilan aytganda, farmonda belgilangan vazifalarning amalga oshirilishini, kengashlarni joylarda aholi manfaatlarini himoya qilish, hal etilishi lozim bo'ladigan masalalar imkon qadar tezroq yechim topish, tuman hokimining mahalliy kengashlar oldida hisobdorligi, mas'uliyati, javobgarligini oshirishga, mahalliy davlat hokimiyati darajasida bir-birini tiyib turuvchi mexanizmlar samaralarini ishlashga xizmat qiladi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, muhtaram Prezidentimiz va xalqimiz bildirgan yuksak ishonchini oqlash maqsadida tumandagi deputatlar inson qadrini ulug'lashga qaratilgan islohotlarni joylarda birdek amalga oshirishda qilinayotgan ishlarning ijobiy ta'sirini har bir mahalla, xonadan va oilaga sezilishi uchun bor kuchimiz, g'ayratimiz, imkoniyatimiz hamda bilim salohiyatimizni ishga solib ko'zlangan barcha maqsad va rejalarni ortig'i bilan bajarilishini ta'minlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Axborotim tugadi.